Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yo'ldagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bir hikoya bilan boshlamoqchiman bugungi suhbatimizni. Bir kuni bir olim odamning oldiga bir mansabdor odam boribdi. Qarasa olim odamning qarshisida endi bunday eshituvchilar, tinglovchilar qator bo'lib o'tiradi-yu. Mansabdor odam so'rabdi, bu qatorlar nimaga ko'ra terilgan? Ya'ni birinchi qatorda kimlar o'tiribdi, ikkinchi qatorda kimlar o'tiribdi, masalan, uchinchi qatorda kimlar o'tiribdi, bularni so'rabdi. Olim odam ham savolga savol bilan javob beribdi. Sizni ham qarshingizda o'tirishadi odamlar, qator bo'lib. Siz nimaga ko'ra ularni siralaysiz, navbatga qo'yasiz deganda, bu mansabdor odam aytgan ekan, biz endi to'g'risini aytsak, bizga eng ko'p mehribon bo'lganlarni birinchi qatorlarda o'tkazamiz. O'zimiz mehr qo'yganlarni yaqinrog'imizga olamizki, bizdan ularga bir naf bo'lsin. Ham ko'zimiz quvnab tursin degan ma'noda birinchi qatorda bizni eng ko'p yaxshi ko'radiganlarni va biz eng ko'p yaxshi ko'radiganlarni birinchi qatorga qo'yamiz. Ikkinchi qatorga kimlarni qo'yasiz? Ikkinchi qatorga biz qo'yamiz boylarni, badavlatlarni, qurbi borlarni. Qurbi derkan, ya'ni bir narsaga kuchi yetadigan odamlar yani. Bugun ularni kim deb atash mumkin? Masalan, deylik, milliarderlar, milliardlari bor odamlar yoki bilmadim, siyosiy nimalar bilan to'ntarib tashlash mumkin bo'lmagan odamlar, siyosatlardan ham, g'oyalardan ham, bilmadim, haqiqatlardan ham uni ustun qiluvchi cho'ntagida mablag'i bor odamlarni ikkinchi qatorga qo'yamiz. Bunga bir qadar majburmiz, buni qilmasak bo'lmaydi. Chunki ular nima qiladi? Bizni ishlarimizda yordamchi bo'lishadi debdi. Endi uchinchi qatorda shu davlatni qora ishlarini qiladigan, boyagi shu davrada bo'lish ular uchun obro' bo'lgan mana shunaqa odamlarni qo'yamiz uchinchi qatorga, ki ular bundan ilhomlanib biz ham shu davrada bormiz-u, bu falonchini qarshisida, bu mansabdorning qarshisida biz ham o'tiribmiz-ku. Shu yerda borligimizni o'zi biz uchun bir ne'mat deydiganlarni qo'yamiz uchinchi qatorga debdi. Sizda qanaqa bo'ladi desa, boyagi olim aytgan ekan, bizda biroz boshqacharoq bo'ladi. Biz birinchi qatorga imkoniyati cheklanganlarni qo'yamiz. Masalan, ko'zi yaxshi ko'rmagan, ilm olishda qulog'i yaxshi eshitmagan, mana shunaqalarni qo'yamiz ki ular bebahra qolishmasin ma'rifatdan. Shuning uchun ularni birinchi qatorga qo'yamiz. Ikkinchi qatorga johil qatlam bor. Istak bor-u, hali bilim yo'q. Ularni qo'yamiz. Ular o'zlarini oldilarida va orqalarida ilmli odamlarni ko'rsin, ularni ta'siriga tushsin va ular ham bir qadar nima qilsin, yuqoriga ko'tarilsin. Va uchinchi qatorga eng zo'rlarini qo'yamiz. Ya'ni ilmda eng ilgarilaganlarni eng oxirgi qatorga qo'yamiz degan ekan. Ana endi do'stlar, bundan kelib chiqib mulohaza qilamiz. Aslida mulohazaga hojat ham yo'q. Chunki hammasi tushunarli. Xato qayerda ekanligi ma'lum. Boyagi mansabdorni qarshisida tamoman teskarisi bo'lish kerak edi. Birinchi qatorda mayli hech foydasi tegmasa ham men bir ma'mur odamman, shu ishlarni qilay, bilmadim, u davlatni bir mansabdori bo'lishi mumkin, bir shirkatni mansabdori bo'lishi mumkin, boshqa. Ya'ni foydali ishni qilayotgan odamlarni birinchi qatorga qo'yish kerak edi. Ikkinchi qatorga kimni qo'yish kerak edi?
ikkinchi qatorga boya aytganday bilmadim. O'zi yaxshi ko'radiganlarni boshqalarni qo'yish mumkin. Uchinchi qatorga qo'yilish kerak bo'lgan odamlar bor. Qaysiki bugun bilmadim. Puli bo'lganligi uchungina mansab berilayotgan, ma'rifatdan uzoq bo'lgan, ko'chani bezorlari bo'ladi, choyxonalarda o'tirib olib og'zini to'ldirib chiqib gap bermaydigan. Xuddi boyagi men cho'ntagimda pulim bor, istaganimni gapiraman deydigan boyagi o'ziga bir bino qo'yganlar bo'ladi-yu. Ularda umuman u yerda chiqarib yuborsam bo'laveradi. Chunki millatni, xalqni manfaati haqida gap ketganda, uni g'ururi, obro'yi, haqqi, huquqi haqida, uni adolati haqida gap ketganda, pulni o'rni degan shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, ya'ni oydin ma'rifatparvarlarimiz u oyoq tagidagi changni o'rnida bo'ladi. Millatni g'ururi, ori, nomusi, iffati haqida gap ketganda, obro'si haqida gap ketganda, millatni derkan davlatni ham. Pulni o'rni changni o'rnidadir. Oyoqni tagidagi changni o'rnidadir. Shundagina bu millat qaddini ko'taradi. Puli bo'lgani uchungina kerillab turganlar qatorlarda birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, boshqa yoki ko'zimga chiroyli ko'rinyapti, shunga mehrim boshqachada bo'lgani uchungina hech bir manfaati bo'lmasa ham avvalgi qatorlar unaqalarga bo'shatib berilgan bo'lsa, unda ularning holiga voydir. Masala olimni oldidagi holatda bo'lish kerak. Birinchi qatorda o'rganishga juda qattiq ehtiyoji borlar. Yordamga ehtiyoji borlar. Ikkinchi qatorda o'rganishga o'zida imkoniyat bor, u tuzatishga, ishlashga deng, o'rganishning o'rniga har narsani qo'ysiz bo'ling. O'zida imkoniyat bor, hamma narsa bor, lekin qila olmayapti. Ularga ozgina bir ilhom kerak, ularga ozgina bir jo'shib turish kerak, ularni o'rtaga qo'yish kerak. Ishni shundoq ham amallayotgan, bilmadim, uni kim desangiz deng. Xalqi uchun, vijdoni uchun, iymoni uchun ishini halol qilayotganlarni u davraga qo'shmasangiz ham ular sizdan xafa bo'lmaydi. Ular u darajada ancha baland turadi degan ma'noda. Inshaalloh manfaatli bo'lgandir, do'stlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.